Yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Eng qimmat kino bu Karib dengizi qaroqchilari deb aytilgan, lekin aslida u kino 3-o'rinda turadi. Kelinglar, men sizlarga eng qimmat byudjet talab qilgan 5 ta kinoni sanab beraman. 5-o'rinda James Cameron tomonidan olingan Avatar Suv yo'li filmi. 2022-yilda chiqqan ushbu filmga 350 million dollar sarflangan. 4-o'rinda bo'lsa Marvel kino studiyasi tomonidan taqdim qilingan Qasoskorlar Ultron filmi. 2015-yilda chiqqan ushbu filmga 365 million dollar pul sarflangan. O'sha videoni boshida aytib o'tgandek, 3-o'ringa Karib dengizi qaroqchilari filmining 4-qismi ushbu filmga 379 million dollar pul sarflangan. 2-o'rinda bo'lsa yana Marvel studiyasi tomonidan suratga olingan Qasoskorlar Endgame ushbu kinoga 400 million dollardan ortiqroq pul sarflangan. 1-o'rindagi kinoni ko'rib, to'g'risi o'zim ham hayron qolganman. 447 million dollardan 533 million dollargacha pul sarflangan deyiladi ochiq manbalarda. Bu film Yulduzlar jangi 7 kuch uyg'onishi deb tarjima qilishgan. Xullas, Yulduzlar jangi 2015-yilda chiqarilgan ushbu film. Ko'rdinglar, eng qimmat 5 ta filmni sizlarga sanab berdim. Bu filmlar narxiga arziydimi, yo'qmi? Bu haqida kommentariyada gaplashamiz.